Abdullajon chiqibdilar. Assalomu alaykum. Ey, Abdullajon. Qaynanang yaxshi ko'rar ekan. Hozir ovqat suzmoqchi. Abdullajon zarur ish bilan chiqdi. Xo'sh. Xullas, uyini sotmoqchi. Iye. Tushunmadim. Tinchlikmi Abdullajon? Oyimni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak ekan. Shuning uchun uyni sotishga majburman. Uyingni sotsang birinchi qo'shningga ayt degan gap bor. Bo'ldi qo'shni. O'zimiz olamiz. Voy, uyi biz tashlab 2 qavatli quramiz-a? Ha, xudo xohlasa. Abdullajon qancha so'rayapsan? Bugun maklerlar kelib baholab ketishdi. 80 mingga ketadi deyishdi. Lekin hozir operatsiyaga o'tishimiz juda ham zarur. Qo'shni, 30 ming bo'lsa hozir sanayman, dada. O'zimiz olamiz. Qani boy? Puling bormi? 30 ming olib chiqchi. Hozir, yur onasi. Mana qo'shni. Xohlasangiz sanab oling. Lekin ertaga albatta notariusga borishimiz kerak. Abdulla. Pulni ol. Oling. Topganingni berarsan. Iye. Dada, Bermasang ham mayli. dada. Vaqt ketkazma. Tur o'g'lim. Tur. Bor, onangni davola. Dada bu nima deganingiz? O'chir ovozingni. Tur Abdulla. Rahmat, babalar kerak. Bizi qarz so'ramagan odamim qolmagandi. Dada bekor qildingiz shu ishni. Biz unga qarz beradigan qarindoshimizmi? Yo akasimanmi, yo ukasimanmi? Shartta uyini sotib olish kerak edi, bo'ldi. Qo'shnilaringiz siz jam mehribon bo'lib ketasiz-da, dada. O'chir ovozingni. Boyvachcha, onang olamdan o'tganda birinchi bo'lib bel bog'lab yonimda turgan yigit shu edi. Xotiningni dardi tutganda sen safarda eding. Boring kasal bo'lganda, kasalxonaga mana shu qo'shni olib bordi. Ha kelin, sizga bu kichkinalik qilib qoldimi? Kammi? Sig'mayaptimi? Birovni kulfatidan manfaat topmoqchimisan? Jon qo'shning o'lim bilan olishib yotdi. Biror marta bir kosa ovqat olib chiqdilaringmi? Hol so'rab chiqdingmi? Eskilar bekorga aytmagan. Qo'shning yaxshi bo'lsa, uni menga sot deyishdi. Nima? Otni o'limi, itni bayramimi? Men senga shunaqa tarbiya berganman. Ahmoq!